Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq davlat fuqarolik xizmatchisiga tibbiy xizmat ko'rsatish ijtimoiy himoya chorasi sifatida kafolatlanishi belgilangan. Viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida viloyat hokimligida faoliyat yuritayotgan xodimlarni reja grafik asosida profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tkazish tashkil etildi. Asosiy maqsad kasalliklarni erta aniqlash, uning oldini olish orqali mehnat faoliyatida samaradorlik va natijadorlikka erishishni ta'minlashdir. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar asosan har bitta kelayotgan fuqarolar Dimet platformasiga ulangan holatda, hammasi elektronli bazalarga kiritilgan holatda, ambulator kartalar ochilgan holatda tibbiy ko'rikdan o'tkazilyapti. Tibbiy ko'rikdan hozirgi kunda 16-17 turdagi tor soha mutaxassislarimiz, qolaversa diagnostika, barcha turdagi diagnostikalar bilan qamrab olingan. Bu yerda hozir asosan qon analizlari va bu yerda hozir qo'shimcha qilib aytamiz, virusli kasalliklar bo'lmish gepatit B, C va VIChga ham qo'shimcha analizlar olinyapti. Viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tibbiy ko'rik davomida shifokorlar tomonidan sog'lom turmush tarziga amal qilish, to'g'ri ovqatlanish, kasalliklarning oldini olish bo'yicha maslahatlar berildi. Bu tibbiy ko'rik natijasida aniqlanayotgan kasalliklar bo'yicha tegishli tartibda har bir fuqaro bo'yicha manzilli sog'lomlashtirish rejalari tuzib borilyapti hamda bu bo'yicha viloyatning barcha davolash profilaktika muassasalari orqali sog'lomlashtirish choralari ko'rilyapti. Ta'kidlash joizki, bunday profilaktik tibbiy ko'riklar muntazam ravishda tashkil etilishi rejalashtirilgan bo'lib, xodimlar salomatligini nazorat qilish va kasalliklarni erta aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat xizmatchilarining sog'lom bo'lishi esa o'z navbatida aholiga ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.